2025-yil 21-aprel sanasida mana o'rik daraxtimizni mana toqalashdi. Mana sizlarga ko'rsatib boramiz. Mevani sifat darajasi va kattaligi, kalibri birinchi o'rinda turadi. Sizlar mevani sifatli va kalibrini katta qilsalaring, mevani qimmat narxda sotasizlar. Mayda bo'lib, kalibrlari mayda bo'lib, sifatsiz bo'lsa arzon narxda sotasizlar. Buning uchun mana shu darajada mana meva olgan bo'lsa, sizlarning o'riklaring buni toqalash kerak. Agar sizlar toqalamasalaring, bu kalibrlari mayda bo'lib qoladi. Buni toqalash jarayoni mana bir-biriga yaqin bo'lgan, mana bir-biriga yaqin turgan mevalarni mana yakkalab mana toqalasalaring, quvvatni sizlar qo'ygan mevaga beradi va sifatli ham kalibri katta hosil olasizlar mana. Mana bu videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib ketishni unutmanglar. Bundan keyingi videomiz boshqa mevalardan bo'ladi. Buning uchun bizga podpiska bo'lib, obuna bo'lib qo'yinglar.